Ko'pinchimizning xabarda bo'lgandek necha kundan beri Avstraliyada o't ofati yuz beryotidi. Hozir qadar kuyib kul bo'lgan ko'lam 50 ming kvadrat kilometr, 500 million atrofida hayvon hayotidan ayrildi. Shu o'tlarni o'chirishga yordamlashgan fidoilardan 28 odam hayotidan ayrildi. Biz dunyoga rahmat qilib avatilgan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ummati bilan sifatimiz bilan Avstraliya xalqiga kelgan bu musibat qarta ularga qayg'uramiz. Alloh subhanahu va taolodan ulardan bu musibatni ko'tarib o'tishini so'raymiz. Hamda biz musulmon bo'la sifatimiz bilan har bir musibatga, mayli u musibat kimga kelgan bo'lsin, biz u musibatni Alloh subhanahu va taolodan insonlarga avatilgan bir maktub deb qaraymiz. Shuning uchun biz musibatlarni o'qishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bu musibat orqali bizga nima demoqchi, buni tushunib yetishimiz kerak. Oldindan biz bu musibatning kelib chiqish sababi haqida ozroq to'xtalsak, men oqshom Avstraliyadan kelgan bir ustoz bilan bu haqida paranglashib qoldim. Hamda bu o't ofitiningki yuz berish sababi haqida bir qancha sabablar bor ekan. Buning ichida birinchisi, insonlar ishlab chiqargan buzuq gazlar osmonga o'rlab to'planish orqali 350 yilda bir qatim portlab yo'q bo'ladi ekan. Ammo taraqqiyot bahonasi bilan nurg'un zavodlarning qurilishi, muhitniki bulg'unish sababli atmosferaga o'rlab to'plashib 350 yilda bir qatim portlaydigan gazningki vaqti 8 yilda bir qatimga kelgan. Ya'ni biz taraqqiyotning nurg'un narsaga erishgan bo'lsakmi, uning shundoq ba'zi ziyon va to'laydigan badallari bor ekan. Hozir 8 yilda bir qatim bu gaz atmosferada to'plashib bir qatim portlaydi ekan. Shu portlash sababidan o'rmonliqlarga o't ketib, bu tug'an sari kengaydi ekan. Demak, bu nuqtadan qaragan vaqtimizda bu musibatga yana biz insonlar sababchi ekan. Alloh subhanahu va taolo Qur'on degandek, sizlarga yetgan har bir musibat o'zinglarning qo'linglar bilan qilgan ish tufayli degan oyati bu yerga naq tushidi ekan. Yana birisi o't ketib bo'lgandan keyin bu o'tninki kengayishiga sabab bo'lgan bir omil mening nihoyatda diqqatimni tortdi. U bo'lsa-mu o't ketib bo'lgandan keyin o'tning kengayishiga bir qancha sabablar bo'ladi ekan. Buning birisi shamol, yana birisi bir qush bor ekan. Bu qush o't ketgandan keyin cho'g'ni ko'tarib o't ketmagan yerga olib tashlaydi ekan. Nimishqa tashlagandan keyin shu yerdagi jonliqlar ustunga yerning ostidan chiqqandan keyin u yeydi ekan. Shu orqali o'zining nafsi uchun o'tlarni tushuydigan bir qush ekan. Hamda bu qush qaysi qo'shiga vaqtida bu qush payg'ambar alayhissalom hadisda hatto haramda ko'rsanglarni o'ltiringlar deb o'ltirishga buyurgan hadisda hayda lafz bilan kelgan bir qush. Bu yerda yana biz payg'ambar alayhissalatu vasallamninki hadisininki mo'jizalik tarafini ko'rib olaylik. Ya'ni payg'ambar alayhissalatu vasallam bizni nimaga buyurgan bo'lsa, shu narsada bizning dunyomiz va oxiratligimiz uchun cho'qim bir foydaning borligi. Nimadan cheklagan bo'lsa, shu narsada bizning dunyo va oxiratimiz uchun bir ziyonning borligini ko'rib olaymiz. Mushu qushninki, ya'ni payg'ambarimizning hadisida har qanday yerda ko'rsang o'ltirib o'tinglar degan bu hayda degan qushninki mushu o'tning kengayishiga sabab bo'lganligi Sidney universitetining bo'lgan tadqiqotida o'tirib qo'yilgan. Endi biz bu musibatni Allohning bizga avatgan xati, maktubi deb qarab bir o'qib baqadigan bo'lsak, mundaq bir nuqtaga yetamiz. Inson qanchalik taraqqiy qilgan bo'lsin, qanchalik yuqori texnikaga ega bo'lgan bo'lsin, Allohning qo'shuni, Allohning qudrati oldida uning hech narsa emasligini ko'rib yetamiz. Masalan, shuncha bir taraqqiy qilgan davlatmi bu o'tni o'chirishdan ojiz keldi. Musulmonlar Alloh taolodan tilab istisqo namozi o'qidi. Ya'ni suv talab qilib yomg'ir namozi o'qidi. Yomg'ir bir qism rayonlarda yomg'ir yog'di. Balkim ular o'qigan sababli yoqqan bo'lishi mumkin. Yoki boshqa bir sababli Alloh subhanahu va taoloninki rahmati tufayli yoqqan bo'lishi mumkin. Mayli qanday bo'lsin, bu inson ojiz kelgan bir o't Alloh taoloninki yomg'ir yog'dirishi bilan bir qism rayonlarda bu o't ofati to'xtagan bo'ldi. Demak, buni yana to'xtatishga kim qodir desa, Alloh qodir. Biz bu musibat qarta Alloh subhanahu va taoloninki bu maktubini o'qib, o'zimizniki naqadar ojiz inson ekanligini tunib yetishimiz kerak. Alloh subhanahu va taologa naqadar muhtoj ekanligimizni esimizdan chiqarmasligimiz kerak va u yerda bo'lgan ofatga qarata hissdoshlik bilan duolarimizdan ularga yordam qilishimiz kerak. Chunki ular mayli qaysi dinga e'tiqod qilsin, mayli qaysi mazhabda bo'lsin, bu bir umumiy bir ofat. Ular bizning insoniy qarindishimiz. Garchi bizning beshimizda ularning beshiga kelgan musibatdan cho'ng musibat bo'lgan bo'lsa-mu, biz yana ularni duoyimizni unutmaymiz. Alloh subhanahu va taolodan butun mazlumlarga yordam qilishini so'rayman va shu qarindoshlarimizninki beshiga kelgan bu o't ofatini Alloh subhanahu va taolodan eng tez suratda ko'tarib o'tishini so'rayman. Alloh subhanahu va taolo hammamizni haqiqatda mustahkam qilsin. Allohni har vaqt esidan chiqarmaydigan kishilardan qilsin. Assalomu alaykum.